31 bab. Men kız ayollarga shahvonilarcha qaramayman deb ko'zlarim bilan ahd tuzdim. Ahdini buzsam, erishdiki Xudoning menga beradigan nesibisi nima bo'ladi? Hammaga qodir ashladiki Xudoning menga beradigan ulushi nima? Ajaba adolatsizlarga ofat, razillarga balo qazo bermasmi? Xudo mangdigan yo'limni ko'zitib, butkul bosgan qadamlarimni sanamasmi? Men qandoqsiga soxtlar bilan birga safar qilib, qadamlarim kazoblarga agashsin. Xudoning meni adolatning odil tarozisiga selib, mening pok ekanligimni bilishini xohlayman. Agar putum haqiqat yo'lidan chatnab, ko'zlarim havasga intilib, qo'llarim jinoyat bilan bulg'angan bo'lsa, ziroatlarim boshqalarga nisib bo'lsin. Etizdagi ziroatlarim yiltizi bilan yulib tashlansin. Agar qalbim ayollarga mastona bo'lib, qo'shlamning ishki oldida paylab turgan bo'lsam, ayolim boshqalarning bug'diyini yanchisin. Boshqalarning qo'ynida yotsin. Men ashunda qilgan bo'lsam, bu cho'ng razillik sotqa tortiladigan jinoyat bo'lib, ko'ydirib halok qiladigan yolqinga aylanib, butun bisotimni yalmab yutudi. Chakorlarim ustimdan arz qilsimu, odil muomala qilaman. Bo'lmasa, Xudo hisob olganda qandoq qilaman? So'roq qilganda qandoq javob beraman? Meni yaratgan Xudo ularni yaratmadimi? U bizni onamizning qo'rsqida, opirda qilmadimi? Men yo'qsullarning o'tinishini rad qilib, tul xotinlarning umidini yedi qo'ydimmi? Yoki taomlarimni yolg'iz o'zimla yeb, yetimlarning holidan xabar olmadimmi? Men yoshliqimdanla yetimlarga ota bo'ldim. Ömrüm bo'yi tul xotinlarning holidan xabar oldim. Agar men birisining so'g'uqda to'nglab o'layotganligini yoki uchsi yalang yo'qsulni ko'rib turib, qo'y yunglarimni uning isinishi uchun bermasdan uni norozi qilgan bo'lsam, shahar darvozasi oldidagi huquqimdan foydalanib, yetimlarga qo'l ko'targan bo'lsam, belikim müramdan ajrab ketsin, qo'lim sunib ketsin. Men bundaq ishlarni qilmadim. Chunki men Xudoning balo qazosidan qo'rqaman. Uning hayvisini ko'tarolmayman. Agar men oltinga umid bog'lab, sop oltinga sen mening yulanchikim desam, boyliqimning ko'pligidan, mol mulkimning ziyodaligidan faxrlangan bo'lsam, quyoshning parlaq nurini, to'lin oyning surilayotganligini ko'rib, qalbimdan uningga yoshurun mastoni bo'lib, uningga ibodat qilganligimni bildirib, qo'limni so'ysam, so'roqqa loyiq gunoh o'tkazgan bo'latdim. Chunki bu arishdiki Xudodan tanganlikdir. Men qandoqsiga dushmanning balosidan shotlanay, ularning qazosidan xushallanay. Men ularning o'limini tilab, qarg'imidim, eg'iz gunohi o'tkazishdan saqlandim. Mening chedirimda tug'allardan mening taom, go'shtlarimga kimning qo'rsqi to'ymabdi? Ishikim yo'ldan o'tganlarga ochiq bo'ldi. Hech kim sirtda qo'nib qolmadi. Men hargiz gunohlarimni qalbimda saqlamadim. Boshqalarga o'xshash xatoliklarimni yoshirmadim. Jamoatdan qo'rqib, jamatimning kamsitishidan ansirab, tinsiz uydan sirtqa chiqmay yurmadim. Arzimni anglaydigan
biri bo'lsa edi kashki. Qara, bu yerga imzoyimni qo'ydim. Hammaga qodir Xudo menga javob bergin. Üstümdün arz qilg'uvchi arzini yozsin. Men uni dumbamga ortib olaman. Xuddi tojdek beshimga kiyib olaman. Men xuddi shohzodalardek uning oldiga boraman. Qilgan atnishlarimdan uningga javob beraman. Agar etizlarim menga qarshi faryod qilsa va cho'naklari yig'lab turib arz qilsa, haqqini bermay yerning mahsulotlarini yegan bo'lsam yoki yer egilarining o'lishiga sababchi bo'lgan bo'lsam, bug'doy o'rniga tikanla, orpining o'rniga yavoyi o't cho'plar o'ssin. Shuning bilan Oyubning so'zlari tugidi.